Xatga qo'limga xat misol Xatga kelganmiz. Zavodskiy Lag'monga kelganmiz. Zavodskiy Lag'mon. Bu yoqqa aytaymi? Biz tez-tez kelib turamiz. Mana bitta fakt borda. Shu futbolgerlar qatgadir tez-tez borib turibman, bilinglar u joylar to'ppi joy hisoblanadi. Soninglar. Chunki bizda tanlov juda ham ko'p-da, aka, bilasizmi? Juda ham ko'p joylarni bilamiz, lekin mana masjidga iminda o'sha povur akalar ham tanish bo'lib ketgan. Ishxonadagi akalarni yig'ib, biz tez-tez kelib turamiz. Hamyonbop mazali joy. Lekin barakali joy ekan. Soat nechi bo'ldi mana hozir? Soat 1 bo'lmadi hali. 1 bo'lmadi. 15 degan 1da. Mana hozirdan boshlanyapti. Pik payti odam sig'maydi bu yoqqa. Qarang. Ochib mam kechib boradi pik payti. Mam kech keladi. Gap yo'q lekin barakani berib qo'ygan ekanda. Hozir Samafsluga. Samafsluga patnis olib turib, sekin bitta olib ketamiz, xudo xolasa. Mana ovqatlarimizni olib kelib oldik. 35 ming so'mdan bu ovqatlar hammasi. Non 1000 so'm turadi. Soninglar, choy 2000 so'm. Narxlar kepak bo'lib yotibdi, lekin sifat olasizlar bunga ham. Go'sht chiqaringlar. Juda mazali, qaynoq. Ko'rinishi yetib turibdi lekin. Mana shira, shirani ko'ryapsizmi? Shirani. Polni shira bu turgan bitgan. Mashallah. Bu yoqda tushiramiz, bu yoqda qovurma lag'monimiz. 35 aka maksimum 40 ming so'mga shunaqa mazali obed qilib ketsangiz bo'ladi bu yoqda borib. Nonlari, salatlari bilan pashti 40 ming so'mdan tushadi, yo'q. Voy lekin. Zo'r. Ketdi bor. Hop. Endi bu joyga Sirojiddin ko'p kelgan ekanlar, biladilar mazasini. Men birinchi marta kelishim, o'shaning uchun o'zimdan jibo o'tib ola qolganinglar yaxshi menimcha. Hop, lag'monni ko'ryapsizlar. Lag'mon xamirlari zo'r, ichi ham такой ано добрый qilib solingan. Kam narsa solib qo'yilmagan. Qani? Bismillah. Mazasi zo'r. Hozirlik bitta narsa ko'rsataman. Esingizga tushgan bo'lsa, bitta like ga bosib qo'yasizlar. Mana. Esingizdan bu qoshu. Oxirgi marta qattiq ko'rganinglarni yozib ketinglar mana. Mana bunisi bor, suvi bu shira hammasi. Mana oddiy suv emas. Bismillah. Alhamdulillah. Mana nonlarni botirib. Mazasi haqiqatda zo'r. Kelib yeb ko'rishga arziydi. Aniq lokatsiya kerak bo'lsa, Telegramda qoldiramiz. Telegram silkasini mana pastda ko'rishingiz mumkin. Atmosferani ko'rsatib bering buni. Xullas bu joy chuchvarasini ham maqtashdi, ayniqsa Sirojiddin yaxshi ko'rar ekan. Chuchvarasi zo'r aka. Kiris. Mana bu bulyoni lag'monniki bilan bir xil menimcha. Juda navarisi zo'r. Bu chuchvarani qanaqadir damashniga juda o'xshaydi. Qo'lda tugchadim yo'q, aniq ma'lumotim yo'q. Lekin damash uyda qilinadi, mana qarang, katta-kattada aka chuchvaralar. Qulog'imdek keladi, mana shu qulog'imdek keladi. Mayda-mayda emas, katta. Ha, mayda-maydani bir narsa emas-da. Ichi qanaqa? Ichlari ham zo'r aka, mana qiymalari mana. Hozir ko'rsataman. Qiymasi chiqmayapti. Xullas, mana shu ichi polni qiyma-da. O'rtasi to'la qiyma. Ichi ham zo'r. Menga ma'qul misol uchun. Keyin YouTube'ni bilsangiz, yosh kattalar ko'proq kuzatishadi. Bu joy ko'pchilik bilsa kerak, yosh kattalar. Ha, bilsanglar yozib qoldiringlar. Bilmaganlar ham bor-da, bilmaganlarga ilm bo'lib ketadi. Yana shunaqa zo'r joydari joylar bor-da, aynan mana shu YouTube ko'rib o'tirganlarga. Bilsa yozib ketishsan, yana qanaqa shunaqa joydari joylar bor. Boramiz biz. Ha, bu joy 72-yil ochilgan ekan. Bu joy o'zi emas, 72-yil Zavodskoy Lag'mon degan joyga asos solingan. Endi bu joy yaqinda ochilgan, ko'p bo'lmagan ochilganiga. Mana shu Zavodskoy Lag'monga o'xshagan joylar bo'lsa, yozib ketinglar, xudo xolasa biz borib qolganlarni ham ko'rsatishga harakat qilamiz.